171-hikoya. Ikki xil ayol. Bir vaqtlar yangi uylangan bir yigit amakisi bilan uchrashib, "Amaki, mening xotinim shunday nazokatli, kiborki, siz bilmaysiz", dedi. Keksa amaki, "Ko'p maqtanma bedavo yigit, bugun oqshomda sen bizning mehmonimiz bo'l, keyin ko'ramiz", dedi. Yigit amakisining mehmoni bo'ldi. Keksa amaki kampiriga, "Xonim, mehmon keldi, tarvuzning yaxshisidan olib kel", dedi. Kampir tarvuz keltirdi. Amaki qo'lida bir ikki aylantirib ko'rib, "Bo'lmaydi, bu yaxshi chiqmaydi, boshqasini olib kel", dedi. Shunday qilib xotini 10 marta tarvuz olib keldi. Keksa xonim har safar eri boshqasini olib kel deganda "Xo'p bo'ladi", dedi, biror marta norozi bo'lmay aytganini qildi. Ertasiga oqshomda amaki yigitning uyiga mehmonga bordi. Yigit ham uydagi tarvuzlardan birini olib kelishni buyurdi. Xotini olib keldi. Yigit tarvuzni salmoqlab ko'rib, "Bu bo'lmaydi, boshqasini olib kel", dedi. Xotin boshqa tarvuz olib keldi. Yigit yana "Bo'lmaydi", dedi. Xotini 3-chi tarvuzni olib keldi. Eri yana "Bo'lmaydi", deb boshqasini olib kelishni buyurdi. Shunda yosh kelinchak, "Men sizning yugurdagingizmanmi? Olib kel, olib bor deyaverasiz. Siz aqlli bo'lganingizda yaxshi bir tarvuz olardingiz. Boshqa tarvuz yo'q, faqat 3 ta tarvuz olib kelgansiz", dedi. Keksa amaki, "Ko'rdingmi bolaginam? Men senga nima degan edim? Mening uyimda bir dona tarvuz bo'lib, yaxshi fe'lli xotinim 10 marta olib kelgan tarvuz ayni o'sha bitta tarvuz edi. Lekin biror marta itoatsizlik bilan gap qaytarmadi. Endi tushundingmi?" deb keksa amaki yigitga o'git berdi. Izoh va o'git. Ota-bobolarimiz yaxshi xotin sirkani bol qiladi, yomon fe'lli xotin bolni sirka qiladi. Yaxshi fe'l ayol qulni vazir qiladi, yomon fe'lligi vazirni razil qiladi, deydilar. Aqlli inson qadrini bilgan insondir. Aqlli xushfe'l xotinlar do'stlarga, badfe'l xotinlar dushmanlarga nasib etsin. Bu hikoyada ayb xotindan ko'proq uning eri bo'lmish kuyov yigitdadir. Chunki har kimga borib xotinini maqtashning hech ma'nosi yo'q bir ish, bu beandisha kaltafahm odam ishidir. Yuqorida o'tgan hikoyadagi qovoq ari, eshak arisi, eshak siydigidan bo'lgan ko'lmakdagi cho'pga qo'nib, "Men buyuk ummonda suzmoqdaman", degan ekan. Ushbu johil yigit ham hali nima bo'lishini tushunib yetmay, tajribasiz, tushunchasi past, aqlsiz xotinini tengi yo'q bebaho ayol deb hisoblamoqda. Bechora bilmaydiki, el orasida